Qishloqdagi qizlar bir haftaga qishloq hayotidan uzoqlashib turadi, chunki bugun bog'ishamolga buvimga qaragani ketaman. Shunga ertalabdan uylarimni tozalab qo'ydim. Qaytib kelganimda ivirsigan joyga kelib, kayfiyatim tushmasligi uchun buvimga qarab kelib olib, uyda remont boshlamoqchiman. Ya'ni shu o'zim o'tirgan xonalarda devorlarini rangini o'zgartirib, imkon qilsam agar yangi gilam va pardalar olib, qishga tayyorgarlik ko'rmoqchiman. Qish-qirovli kunlarda shu uyda qishloqda o'tkazsammi yoki bahorgacha shaharda domda tursammi degan ikkilanish bilan yurgan edim. Bu haqida video ham qo'yganman sizlarga. Juda ko'p obunachilarim fikrlari va albatta o'zimni ham shu uyga o'rganib qolganim munosabati bilan o'tin ko'mirlarni kamlab olib, shu yerda qolishga qaror qildim. Tashqarida qor gupillab yog'ib, havo bo'lsa juda sovuq, siz bo'lsa uyda ichida olov yoqib, issiqqina choy yoki kofeni damlab, kino ko'rib yokida kitob o'qib o'tirib va ayni shu atmosferani his qilish uchun ham bu yilgi qishimni shu yerda o'tkazmoqchiman. Kelasi yil bu uyda bormanmi yoki yo'q. Xullas menda shunaqa rejalar, ishlarni qilib qo'yib, Xadicha bilan yo'lga otlandik. Ertalabda va kun bo'yi ichib yuradigan vitaminlarimni ham oldim. Shu ko'chaga yuk bilan chiqishni hech ham yoqtirmayman, lekin bolasi bor onalarda bu imkonsiz va men amallab manzilimga ham kelib oldim.